Yegani yaratquchi Abduri Yarmuhammad Jaloliddin Planlag'uchi Sajiya Islom tadqiqot markazi Mas'ul muharrirlari Dr. Abdul Aziz Rahmatullah Abduvali Sayid Korrektor Abduvali Sayid Bat va muqobil loyihalaguvchi A. Aqxon Islom aqidasining manbalari İslam aqidasining asosiy temasi Allah, Allahning payg'ambarlari, Allahning kitoblari, farishtalari, oxirat kuni va uningdagi hisob kitob, jazo yoki mukofot qatorliqlarini hamda uningdan boshqa koinotdagi buyuk mavjudotlar haqidagi tadqiqotlarni o'z ichiga oladi. Albatta, yuqoriqilarga aql qanoatlangudek tafsili va aniq javobni beralaydigan birdan islom dini bo'lib, islom dinining bundaq salohiyatga ega deb qaralishi uning aqlga yuqori masalalar ustida izdinish fursati berganligidan sirt sap vahiy orqali aqlning tasavvuridan hal qilgan, aql yetmaydigan metafizikalik g'aybiy masalalarga qanoatlanarli javob beralganligidandir. İnsan kainatning bir juz'isi bo'lish sifati bilan o'z mavjudligiga doir hamma narsaga qiziqadi. Halbuki uning bilishga intilishi uni sezgulari orqali yoki tajriba va analiz orqali bilish va tushunish mumkin bo'lgan narsalarning javobini topishga elib boralasimi? Ammo mavjudlik olamida shunday shaylar borki, ularni bilishga sezguningmi, aqlningmi kuchi kor qilmaydi. Metafizikalik masalalarning ko'pi mushu doiraga kiradigan bo'lg'achqa, yuqoriqilarga faqat vahiy yo'lidan iborat birli yo'l orqali to'g'ri javob topqili bo'ladi. Islom aqidasi o'z ichiga olgan masalalar mavjudlikdagi ana shundoq buyuk masalalar bo'lib, islom aqidasining bu vaqtda tayangan manbasi vahiydir. Chunki aql, sezgu yoki tajriba orqali tabiat dunyosidagi shaylarni bilish mumkin bo'lsa-mu, ammo koinot sirtidagi g'aybiy olamga munosabatli shaylarni va bu g'ayb dunyosidagi ahvollarni bilish mumkin bo'lmaydi. G'aybiy haqiqatlarni bilishning birli yo'li bor. U bo'lsa-mu vahiydir. İlahi vahiy yo'li koinotni yaratgan, insonni yaratib, uningga aql ato qilgan va boshqa jinniy mavjudotni borliqqa keltirgan, hammani bilguchi va xabardor bo'lguvchi zotning huzuridan kelgandir. Allah o'z tarafidan kelgan ushbu vahiyga ergashuvchilarning baxt saodatga erishadiganligi, mangu hidoyat ahlidan bo'ladiganligi haqida mundaq deydi. Kimki mening hidoyatimga ergashsa, u azmaydi va oxiratda shaqiy bo'lmaydi. Taha surasi 123-oyat. Allah tarafidan kelgan mazkur hidoyat bo'lsa, uning yetaklashi va payg'ambar orqali yetkazgan vahiysidir. Musulmonlar aqida qiladigan barliq narsalar ana shu ilohiy vahiyni manba qilgan bo'lib, ushbu ilohiy vahiy Qur'on Karim va sahih hadislardan iboratdir. Gerçi qisman olimlar islom aqidasining manbasida aql va ijmodan iborat ikki manbani tilga olgan bo'lsa-mu, biz bularning ichida ijmo masalasi haqida to'xtalishni va uni aqida manbalari qatori sanashni muvofiq ko'rmadik. Chunki bizning nazarimizda manba deganimiz cho'qim vahiydan o'zga bo'lgan har qanday bilish manbalariga tayanmay turib, mustaqil holda o'z oldiga insonlarni hidoyatga yetaklay oladigan to'g'ri aqidaning kelish manbalari ko'zda tutiladi. Gerçi islom olimlarining aqida sohasida e'tiqod qilish va yoki e'tiqod qilmaslik xususida birlikka kelgan masalalarning ijmoni shakllantiradiganligini va buning amal qilish jihatdagi taqozosining islom shariatidagi jiddiyati, vazni, roli va ahamiyatini bilsakmi, ijmoning ijmo bo'lib turishi uchun uning cho'qim Qur'on va sunnatdan ilmiy asosi bo'lishi kerakligidek bu tarafini chiqish qilib, ijmoni ayrim va mustaqil manba deyishni mubolag'a deb qaradik. Shundaqla uning mustaqil emas, ergashma manba jumlasidan sanaldiganligini nazarga olib, bu vaqtda alohida to'xtalishni hojatsiz deb qaradik. Ammo aqlni islom aqidasining manbasi qatorida sanash yoki sanamaslik masalasiga kelsak, bu vaqtda aqlning islom aqidasida tutgan o'rni degan temamizda maxsus to'xtalamiz. Aldı bilan islom aqidasining yegona manbasi bo'lgan vahiyning mahsuli bo'lmish Qur'on Karim va sahih hadis haqida to'xtalayli. Birinchi, Qur'on Karim. Qur'on Allah Taalaning o'z elchisi Muhammad alayhisalomga arab tilida nozil qilgan. Eng qisqa surasi bilan mo'jiza bo'lib kelgan sahifalarga putilgan. Eng ishonchli yo'l bilan qo'limizga mutawatir shaklda yetib kelgan. Uni tilovat qilish ibodat sanalgan. Fatiha surasidan boshlanib Nas surasi bilan tamomlangan Allohning kalomidir. Qur'on Karim islom aqidasida Allah tarafidan insonlarni to'g'ri yo'lga boshlash uchun nozil qilingan ilohiy kitobdir. O mayli iboralarida, mayli mazmunida, mayli o'ttirg'i qo'ygan ta'limotlarda bo'lsin, haqiqatga va mo'jizlarga to'lgan. Qur'onda musulmonlar o'z dinida ehtiyojli bo'lgan masalalarning hammasi to'liq bayon qilingan bo'lib, bularning ichida Qur'on Karim alohida ahamiyat bergan temalardan biri aqida masalalari va uning pokitlik izohlaridir. Buningdagi sabab Qur'on Karim islom dinining o'zigi va yadrosidir. U dinning asosiga, yiltiziga vakillik qiladi.
islomning barliq qimmat qarashlari, jimi ahkamlari ana shu Qur'on bino qilgan asos ustiga qurilgandir. Qur'on Karim bu vaqtda mundoq bayon qiladi: sizlarning kun chiqqan va kun patgan tarafga yuz keltirishinglarning o'zila yaxshi amalga yetmaydi, balki Allohga, oxirat kuniga, farishtalarga, kitobga, ya'ni Alloh nozil qilgan kitoblarga, payg'ambarlarga iymon keltirish, Allohni suyish yuzidan xish aqribalarga, yetimlarga, miskinlarga, ibn sabillarga, ya'ni pul malidan aloqasi uzilib qolgan musofirlarga, soillarga va qullarning ozodlikqa erishishiga pul mal yordam berish, namoz o'qish, zakot berish, ahdiga vafo qilish, yo'qsizlikqa, kasallikka va Allohning yo'lida qilingan urushga bardoshlik berish yaxshi amalga kiradi. Ana shular, ya'ni yuqorqi sifatlarga ega kishilar iymonida rostchil odamlardir. Ana shular taqvodor odamlardir. Baqara surasi 177-oyat. Demak, Qur'on Karim muayyanlashtirgandek, yuqorida tilga ilingan amallarning hammasi aqida bilan chambarchas bog'langan. Qur'on Karim amaliy ish harakatlarning aqida asosiga qurilgan bo'lishining zarurligini ta'kidlab qolmay, aqidaning asosiy masalalari bo'lgan Allohning borligi va birligi, Allohning mavjudotlarga o'xshab qilishdan pok va muqaddas ekanligi, yaratish va idora qilishda, ibodat va yordam so'rashda uning yakka yegani ekanligi qatorliqlardan xabar berdi. Shundaqla kuchlik aqliylikka to'yingan dalil isbotlarni asos qiladi. Qur'on Karimda yana farishta, jin qatorliq g'aybiy maxluqotlar tilga ilinib qolmay, ularning o'ziga xos vazifalar yuklangan alohida tabiatga ega maxluqlar ekanligi haqida xabar berilgan. Shuningdek, Qur'on Karim yana Allohning insonlar ishidan payg'ambarlarni tanlab avatadiganligi va avatganligi, ularning kishilarga to'g'ri yo'lni ko'rsatishi va haqiqiy ibodatga loyiq zotni tunutishi uchun kitoblarni nozil qilganligi hamda ularning to'g'ri aqidani yetkazish yo'lida tortgan aziyatlari, chekkan jafo mushaqqatlari, bu yo'lda qilgan kurashlar haqidagi qissalar, oxirat kunida tirilishning haqiqat ekanligi, bandalardan hisob olinadiganligi, jannat va do'zaxning haqliqi qatorliqlarni tafsili va pokitlik bayon qiladi. Shuni tilga olmay bo'lmaydi-ki, Qur'on Karim Alloh haqidagi va boshqa aqida doirasidagi masalalar ustida to'xtalganida masalalarga cho'qim aqliy yuksaklikda qarab muomala qilish kerakligini ta'kidlaydi. Shunga Qur'on musulmonlarga emas, balki barliq insoniyatga xitob qilib, koinotning intizomi va uningdagi mavjudotlar ustida tafakkur qilish orqali to'g'ri aqidaga ega bo'lishni tashabbus qilgan. Ey insonlar, taqvodorlardan bo'lishinglar uchun sizlarni va sizlardan burunqilar, ya'ni o'tganki ummatlarni yaratgan Parvardigoringlarga ibodat qilinglar. Alloh sizlarga zaminni to'shak va osmonni bino, ya'ni yulduzlarning zishliqida binoga o'xshash qilib berdi. Bulutdan yomg'ir yog'dirib berdi. Sizlarga rizq bo'lish uchun yomg'ir orqali turli mevalarni o'stirib berdi. Endi Allohga sherik keltirmanglar. Albatta, sizlar Allohning sheriki yo'qligini bilib turibsizlar. Baqara surasi 21 va 22 oyatlar. Yuqorida Qur'on Karim insonlarning koinotdagi mazkur shaylar ustida tafakkur va tadqiq qilib, ularni yaratish va idora qilishning hech bir inson yoki maxluqning qo'lidan kelmaydiganligi, bularning hammasining har narsani puxta va mukammal yaratgan Allohning qudratidan ekanligini bilish lozimligi, Allohning haqiqiy ibodatga loyiq zot ekanligini tonish va uniga qulchilik qilish kerakligiga chaqiriq qildi. Qur'on yana boshqa oyatlarda yuqoriga o'xshash shaklda din, jins, irq va millat ayirmasdan butkul insonlarga o'rtaq xitob qilib, ibodat qilinuvchi hech bir shayning yaratish va idora qilishga yaramaydiganligini, ularning ojiz ekanligini, Allohdan boshqa hech bir mavjudlikning ibodatga, qulchilik qilishga loyiq emasligini o'zgacha misollar orqali o'ttirg'a qo'yadi. Alloh mundaq deydi: "Ey insonlar, bir misol keltiriladi, uniga quloq solinglar. Shubhasizki, sizlar Allohni qo'yib cho'qinayotgan narsalarning hammasi yig'ilgan taqdirdami bir chivinni yaratolmaydi. Chivin ularning badanidan bir narsani elib qochsa, uni chivindan tortib ololmaydi. Ana shuningdek, ma'budmi va uniga cho'qing'uvchimi ojizdir." Haj surasi 73-oyat. Osmonlardagi va zamindagi narsalarni ko'zitinglar. Buningdagi dalillar va ogohlantirishlar iymon etmaydigan qavmga foyda bermaydi. Yunus surasi 101-oyat. Qur'on ana shundaq aql orqali iymon e'tiqodga chaqirdi va kuchlik aqliy paketlarni keltirish orqali e'tiqod qilg'uchining bilgan asosda aqida qilishni tashabbus qiladi. Umumlashtirib aytganda, Qur'on Karim islom aqidasining 3 cho'ng asosiy kategoriyasi bo'lmish ilohiyat, payg'ambarlik va oxiratga doir g'aybiy masalalar haqida to'xtalgan bo'lib, tövanda biz bu nuqtalarni ixchamlashtirib bayon qilib o'tamiz. Birinchi, Qur'on Karim Allohning mavjudligi haqida mundaq deydi: "Mana bular Allohning yaratgan maxluqotlaridir.
Manga ko'rsatib beringlarki, Allohdan boshqa ma'budlaringlar zodi nimalarni yaratdi? Balki zalimlar ochiq gumrohlikdadir. Luqman surasi 11-oyat. 2. Qur'on Karim Allohning yakka yeganaligi haqida mundaq deydi. Agar osmon zaminda Allohdan boshqa ilohlar bo'lsa edi, koinotning tartibi albatta buziladi. Anbiya surasi 22-oyat. 3. Qur'on Karim Allohning mukammal sifatga ega ekanligi haqida mundaq deydi. Hech shay Allohga o'xshash emasdir. Allah hammani anglab turg'uchidir, hammani ko'rib turg'uchidir. Shura surasi 11-oyat. 4. Qur'on Karim insoniyatni to'g'ri yo'lga yedaklash, ularni dunyo va oxiratda saodatga erishtiradigan yo'lga boshlash uchun payg'ambarlarning avatilganligi to'g'risida mundaq deydi. Allah mu'minlarga Allohning oyatlarini tilovat qiladigan, ularni pok qiladigan, ularga kitobni va hikmatni, ya'ni sunnatni o'rgatadigan o'zlaridan bo'lgan bir payg'ambar avatib, ularga cho'ng ihson qildi. Albatta, ular burun ochiq gumrohlikda edi. Nahl surasi 36-oyat. Va yana biz haqiqatan har bir ummatga Allohga ibodat qilinglar, shaytondan har qanday ma'budga ibodat qilishdan yiroq bo'linglar deb payg'ambar avatdiq. Ali Imron surasi 164-oyat. 5. Qur'on Karim oxirat kuniga ishonish haqida mundaq deydi. Aytqinki, hargiz undaq emas. Parvardigorim bilan qasamki, sizlar cho'qim tirildirilsizlar. Andan sizlarga qilmishinglardan xabar beriladi. Bu Allohga osondir. Tag'obun surasi 7-oyat. Va yana u bizga insonning qayta tirilishini yiroq sanab, chirigan so'ngaklarni misol qilib ko'rsatdi. O'zining yaratilganligini bo'lsa untidi. U chirib ketgan so'ngaklarni kim tirildiradi dedi. Aytqinki, uni eng dastlabda yaratgan zot tirildirdi. U har bir maxluqni bilguchidir. Yasin surasi 78 va 79-oyatlar. Undan boshqa yana Qur'on Karim to'g'ri aqidaga qarshi yo'l tutquchilarning paketlarini keltirgan hamda ularga raddiya bergan bo'lib, biz bu nuqtani tuvandikicha ixcham bayon qilib o'tamiz. 1. Qur'on Karim butparastlarga raddiya berib mundaq deydi. Sizlar Allohni qo'yib butlarga ibodat qilasizlar va yolg'onni o'ydirsizlar. Sizlarning Allohni qo'yib cho'qinayotganinglar, ya'ni butlar sizlarga rizq berishga qodir emas. Rizqni Allohning dargohidan talab qilinglar. Rizq berishga faqat Allohning o'zi qodirdir. Allohga ibodat qilinglar va uningga shukr qilinglar. Allohning dargohiga qaytirilsizlar. Ankabut surasi 17-oyat. 2. Qur'on Karim ay, quyosh va yulduz kabi tabiat hodislariga cho'qinadigan batil e'tiqod ahliga raddiya berib mundaq deydi. İbrahim ayning tuqqanligini ko'rib, bu mening parvardigorimdir dedi. Ay petib ketibdi. Agar parvardigorim meni hidoyat qilmagan bo'lsa, men cho'qim azg'uchi qavmning qatorida bo'ladi ekanman dedi. U quyoshning chiqayotganligini ko'rib, yuqorqi usul bo'yicha bu mening parvardigorimdir. Bu hammadan, ya'ni yulduz bilan aydan cho'ngdir dedi. Quyosh petib ketibdi. U aytdiki, ey qavmim, men haqiqatan sizlar sherik keltirgan ma'budlardan ado judaman. Men haqiqatan batil dillardan haq dinga burilib, osmonlarni, zaminni yaratgan zotga yuzlandim. Men mushriklardan emasman. An'am surasi 76-oyatdan 79-oyatlargacha. 3. Qur'on Karim farishtalarga cho'qindiganlarga raddiya berib mundaq deydi. U kunda Alloh ular, ya'ni mushriklarning hammasini hisob olish uchun yig'idi. Ondan farishtalarga bu kishilar sizlarga cho'qinganmidi deydi. Farishtalar, sen paktursan. Bizning do'stimiz ular emas. Ular bizga cho'qinmaydi. Balki jinga cho'qinadi. Ularning to'lisi jinga iymon keltiradi. Saba surasi 41-oyat. 4. Qur'on Karim Allohning balasi bor deguchilarga, Allohga jindan yoki insondan sheriki, ayoli yoki hamrohi bor deguchilarga, shundaqla Allohga har qanday birini sherik keltirguchilarga raddiya berib mundaq deydi. Jinlarni Allah yaratgan tursa, mushriklar jinlarni Allohga sherik qilib olishdi. Nadalliqdan Allohning o'g'il qizlari bor deganni o'ydirib chiqarishdi. Allah ular sifatlagan sifatlardan pokdir va ustundir. Allah osmonlarni va yerni o'rnaksiz yaratquchidir. Allohning jufti bo'lmasa, qandoqmi balasi bo'lsin? Hamma narsani Alloh yaratgan. Hamma narsani Alloh obdan bilguchidir. An'am surasi 100 va 101-oyatlar. 5. Qur'on Karim payg'ambarlarni inkor qiluvchilarga raddiya berib mundaq deydi. Shubhisizki Allohni va uning payg'ambarlarini inkor qilganlar, Alloh bilan uning payg'ambarlarining orasini Allohga ishonib payg'ambarlarga ishonmaymiz deyish bilan ajratib o'tmoqchi bo'lganlar, payg'ambarlarning ba'zisiga ishonamiz, ba'zisiga ishonmaymiz deguchilar, uning iymon bilan kufrning orasida o'tir yo'l tutmoqchi bo'lganlar, ana shular iymonni da'vo qilgan taqdirdami rostilla kofirlardir. Kofirlarga xo'rlig'icha azob tayyorladik. Nisa surasi 150 va 151-oyatlar.
6. Qur'on Karim oxiratdagi tirilish, hisob kitob, jazo va mukofot qatorliqlarni inkor qilguvchilarga radiya berib mundoq deydi: Ey Muhammad, agar biror narsadan ajablanadigan bo'lsang, ularning biz o'lib to'bi bo'lib ketgandan keyin qayta tirilamdoq degan so'ziga ajablanishga loyiqdir. Ana shular Parvardigorini inkor qilganlardir. Ana shularning bu yo'llariga qiyomat kuni taqoqlar silinadi. Ana shular do'zax ahli bo'lib, do'zaxda mangu qolg'uvchilardir. Xulosalasak, Qur'on Karim islom aqidasining har bir zo'r nuqtasini inchik halqalariga qadar bayon qiladi. Qur'on Karim yana o'tirg'i qo'yilgan aqidaga munosabatlik har bir masalani bizdagi tilga olmagan talay oyatlarida pokitliq va hammaning ahvoliga, tushunishiga, hazmiga munosib keladigan usulda bayon qiladi. İmam G'azali Qur'on Karimning o'sha bu xosligini muayyanlashtirgan bo'lib, o'zining nodir asarlaridan birida Qur'oniy dalillarni har bir odam o'ziga yarasha ozuq ola oladigan g'izoga, buvoq bola bo'lsin yoki kuchtungur erkak bo'lsin, hammasi o'xshash singdira oladigan suvga o'xshatgan edi. Demak, Qur'on Karim aqida masalalarini bayon qilish orqali islom aqidasining asosiy o'lini qurib chiqqan bo'lib, bu sababdan islom aqidasining birinchi manbasi deyilganda eng avval Qur'on Karim tilga ilinadi. İkinci, sahih hadis. Hadis Peygamber Aleyhisselam'ın sözleri, şərkiti, muayyanlaştırmaları, axloqi va yaratilish haqida kelgan barliq xabarlarni ko'rsatdi. O, islom shariatining qoida prinsiplari, ahkomlarini bilishda Qur'ondan qolsa ikkinchi manba sanaladi. O faqat musulmonlarning shariat ahkomlariga doir masalalarida yetakchi bo'lmasdan, balki ularning aqida, e'tiqod, adab, axloq va boshqa barliq sohalariga ko'rsatma berguvchi dasturdir. Shuning bilan birga, hadis Qur'on Karimning eng to'g'ri tafsiri, tafsili izhoti va sharhisidir. Shunga Qur'onda kelgan ixcham, ammo olamchi ma'noga ega oyatlarni izohlab va sharhlab qolmay, ba'zida hatto Qur'on o'zi tilga olmagan nuqtalarga ko'rsatmalarni beradi. Hadis bu alohidaligi bilan Qur'onning mazmuni, maqsad, g'oyasi, hikmat sirlarini yechib beradi, tushuntiradi. Onun yordamisiz Qur'onni atrofliq va to'g'ri shaklda bilish mumkin emas. Chunki hadis xuddi Qur'on Karim o'zi muayyanlashtirganidek ilohiy vahiyni manba qilgan bo'lib, Qur'on vahiyining mahsuli bo'lganidek, hadismi o'xshashli vahiyni manba qilgandir. Bu vaqtda Qur'on Karim bundoq deydi: U Muhammad alayhisalom o'z nafs xohishi bo'yicha so'zlamaydi. Faqat uningga nozil qilingan vahiyni so'zlaydi. Najm surasi 3 va 4 oyat. Qur'on Karim musulmonlarning muqaddas dasturi sanalganidek, hadismi o'xshashli muqaddas dasturdir. Muhammad sallallohu alayhi va sallam ushbu nuqtani Allohning huzuriga ketishdan burunli keskin tarzda aniq o'ttirg'i qo'ygan va Qur'on Karim ularning qanday hayot yetakchisi bo'lsa, hadisning shunday hidoyat va najot yo'li ekanligini e'lon qilgan. O zot mundaq degan edi: Aranglarga ching esilsanglar mangu ezib ketmaydigan mundaq ikki narsani qoldirdim. Ular Allohning kitobi va mening sunnatimdan iborat. Albatta, hadis deganimizda muhaddislar tarafidan sahihligi isbotlangan hadislar ko'zda tutilgan bo'lib, payg'ambar nomidan to'qilgan yoki sahihlik shartiga tushmagan hadislar yuqorqi doirada emasdir. Sahih hadis islomda ana shunday yuqori o'ringa ega. Bu nuqtadan u Qur'on Karimga yandash holda islom aqidasining ikkinchi manbasi hisoblanadi. Hasan ibn Atiyya mundaq deydi: Jibril alayhissalom Muhammad alayhissalomga sunnatni Qur'on nozil qilgandek nozil qilgan, Qur'on Karimdan ta'lim bergandek ta'lim bergan edi. İlim ahlilariga ma'lumki, Alloh payg'ambariga nozil qilgan vahiy ikki turlikdir. Buning biri tilovat qilib o'qilsa ibodat saniladigan vahiyni ko'rsatsa, yana biri tilovat qilinmaydigan vahiyni ko'rsatadi. Biz yuqorqi sahobaning guvohligidan Qur'ondek nozil qilingan yana bir vahiyning mavjud ekanligini bilib olaymiz. U bo'lsa-mu hadis sharifdir. Payg'ambar alayhissalom bunday deydi: Agah bo'linglarki, menga Qur'on va Qur'on bilan birga uninga o'xshaydigan yana bir narsa tang ato qilindi. Shayxul Islom ibn Taymiya rahimahulloh Rasulullohning ummatiga yetkazgan vahiyning turi haqida mundaq degan: Shaksizki, iymon Rasululloh xabar bergan narsalar jumlasidandir. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ikki turlik vahiyga sahibdir. Birinchi turlik vahiy tilovat qilib o'qiladigan holatda Alloh tarafidan nozil qilingan. Ikkinchi turlik vahiy bo'lsa, tilovat qilinmaydigan qilib nozil qilingandir. İmam İbn Hazm mundaq deydi: Biz Qur'onda Alloh taolaning Muhammad alayhisalomni o'z nafs xohishi bo'yicha so'zlamaydi, faqat uningga nozil qilingan vahiyni so'zlaydi deb ta'riflaganligini ko'rdik. Buningdan bizga shu ayon bo'ladi-ki, Allohdan payg'ambar alayhisalomga kelgan vahiy ikki turlik bo'lgan. Biri qurilmasi mo'jizalikka ega tilovat qilinadigan vahiy, u bo'lsa-mu Qur'ondir. Yana biri qurilmasi mo'jizalikka ega bo'lmagan, tilovatni qilinmaydigan, faqat o'qiladigan bizga rivoyat va naql orqali yetib kelgan vahiydir.
O'sha bu vahiy Rasulullohdan yetib kelgan hadis xabarlar bo'lib, hadislar dal Allohning maqsad murodini bizga bayon qilib berguchi vahiydan iboratdir. Yuqoriqilardan shundaqla barliq islom ahlining real amaliyatidan ma'lumki, faqat Qur'on Karimlar tilovat qilinadi. Qur'on tilovatining ibodat bo'lganligimi Rasulullohning sahih hadislari va olimlarning Qur'onga bergan ta'biridan ma'lum. Bu bayonlar bizga Allohning payg'ambar orqali bandalariga yetkazganlarining hammasining vahiyini manba qildiganligi, payg'ambarning o'z xohishi bo'yicha so'zlamaydiganligi, sunnatning payg'ambarga nozil qilingan vahiyning yana bir turi ekanligi qatorliqlarni uqtirib beradi. Payg'ambar hadislarining islom aqidasidagi o'rniga kelsak, Qur'on Karim vahiy sifatida islomning aqida asosini yaratgan bo'lsa, sahih hadisimi Qur'on Karimga yandash holda ilohiy vahiyning bir juz'isi bo'lish sifati bilan islom aqidasining asosiy o'rnini yaratgan va uni bayon qilgan va islom aqidasini yanada tafsili sharhlagan. Shunga sunnat kitoblari va hadis to'plamlariga nazar og'dirganimizda, hadislarning bizga koinotning yaratilish jarayoni, payg'ambarlarning avatilishi haqidagi mazmunlar, o'tmishga doir bir qism inchiki tafsilotlar, kelgusiga aloqador hadislarning xabarlari, qiyomatning cho'ng kichik alomatlari, shundaqla qiyomat qoyim bo'lgandan keyingi tirilish, mahshargohga to'planish, shafaat qilish, hisob, tarozi, mezon, jannat va do'zaxga aloqador bayonlarga o'xshash inson aqlini lol qiladigan ajoyib xabarlarni yetkazganligini ko'ramiz. Mana bular g'ayb masalalar bo'lish bilan birga odatda har qanday tarixiy manbalardan tepish mumkin bo'lmaydigan, tarixning izlanish doirasidan halqagan, faqat vahiy orqali bilish mumkin bo'ladigan ishlar jumlasidandir. Hadislar yana Qur'on ixcham bayon qilgan Allohning arshi, kursisi, lahul mahfuz, farishtalar, jinlar, jannat ahlining ahvoli, do'zax ahlining tortadigan azob uqubatlari qatorliq masalalarni tafsili bayon qilgan bo'lib, bu ma'nodan qaraganda ham hadislar islom aqidasini tafsili bayon qilish va asosini mustahkamlash jihatdan Qur'on bilan o'xshashdir. Demak, sahih hadislar musulmonlarning shariat, axloq jihatlaridagi dasturi bo'lganidek, aqida jihatdami dasturi, murojaatgohi va asoslanish manbasi bo'lgandir. Sajiya Islom tadqiqot markazi